Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli obunachilari. Kanalimizga kuzatib o'tirgan aziz do'stlar, yurtdoshlar. Musofirda yurgan yurtdoshlar, men ko'chmasligimiz, xudo xolasa. Tak, 39 kollejning yonidan kirganda 3 qavatli, yangi qurilgan 3 qavatli binoni. Tak, ikkinchi qavati ham 3-chi qavati. 4 xonali ekan yurtdoshlar. Yurtdoshimizda men balkondan tushib, podizdan tushib ko'rsatmoqman. Podizlarim akkuratni yangi dom bor. Shu domimiz yurtdoshlar. Tak, bu yerda 3-4 xo'jalik bor ekan. Aziz do'stlar, yurtdoshimizda 4 xo'jalik bor ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Eshiklarimiz ham, kiraverish eshiklarimiz ham как положено demir eshiklar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kanalimiz hurmatli obunachilari, bu joyimiz shuningdek, ko'rib lestisalari bor. Yuqori qismini chiqasizlar, yuqorida 2 xonali bor. Tualet, hojatxonasi, iy samozyeli bor. Ko'rsatib o'taman uni. Pastlarimiz 100% pol bo'lgan, kuxtamiz to'pli pol bo'lgan ekan. Hozir shularni ko'rsatib tanishtirib o'tsak. Bu yonimizdan boshlasak, bu yonimizda mehmonxonamiz, yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdan perdalar qoladi bu yerda, kursilar qoladi, nima deydi? Stollar qoladi. Bu yerda onlardan televizor bilan shu bir chiroyli narsa turibdi yonda shu narsa oladi. Konditsioneri bor, zimoleta konditsioneri yurtdoshlar. Patologlarimiz natijnoy, devorlarimiz oboy. Pensiyamiz pol bo'lgan, hollar ham qoladi. Benimizni ko'rsatdik. Endi bismillahirrohmanirrohim deb spanimizga kelsak. Spanimizda endi o'zini kerak. Bu yerdagi rasmdan ketadi, televizordan ketadi. Patologlarimiz natijnoy. Pensiyamizda g'olib doshalab turibdi, pol bo'lgan. Yurtdoshlar. Bu joyimiz 2-qavat ham 3-qavatida. Ko'rib turganlaringizdek, lustral hamma narsasi tayyor bo'lgan. Eshiklar ham shu yomon emas, eshiklar ajoyib eshiklardan o'rnatilgan. Bu yerimizda bir o'zini patputlarni nelarni ketadi? Patputlarni ketadi. Epirus, endi patput deganda grubi eshitilmasin, aziz do'stlar, o'zimiz aytamiz. Chaynik kasalarni olib ketadi, o'zini nelarni, masalan. Bu yerda masalan bu narsani ketadilar. Mikrofonkasalar, bu yerda televizorni olib ketadi ekan. Mebellar qoladi, gapni qisqasi bu yerda, yurtdoshlar. To'q kontinent qatorimiz turibdi, bu yerlarimiz to'plab pol ekan. G'alla turibdi, g'alla qoladi bu yerda. Chaynik kasa shularni ketadi. Холодильник, ayna, холодильник tapma. Televizor bilan ularni ketadi yurtdoshlar. Patologlarimiz yurtdoshlarimizni natijnoy. Aziz do'stlar, bellarimiz to'pli pol bo'lganda deb aytildi. Beramizga kirsak, tak bu yonimizda xudo xolasa 2-qavatini bu yerdan chiqiladi ekan yurtdoshlar. Yurtdoshimizdan chiqib keldik. Yurtdoshimizdan chiqdim. Chiqildidan xudo xolasa yana bundan bir bon berib prixoshkamiz ekan. Bir xonali, 2 xonali bor. Samozyelimiz, hojatxonamiz bu yoqda. Yurtdoshlar, bu yerdan boshlasak, yurtdoshimizning bu yerimiz spalnisi. Bu yerda balkoni bor. Bu yerda balkoni bor. Mana. Balkon ham ajoyib yana ko'rib turibsiz. Yurtdoshlar, balkonlar ham bor bu yerda. Svoy oynani ochib ko'rsatsa shamol kelib turadi ekan skvoznak bo'lib. Devorlarimiz oboy, pastlarimiz pol bo'lgan. Bu yerimiz ham to'pli pol bo'lgan. Bu yerimizda samozyelimiz Ariston bor ekan. Kafellar bor, tayyor, hamma narsasi tayyor. To'g'ri yashab ketadigan ekan, kiyim-kechakdan kelib. Bu yerimiz hojatxonasi. Aziz do'stlar, joyimizga gap, remontlarga gap bo'lishi mumkin emas ekan. Tak, bu yerimizda yurib turganlaringizdan bir xonasi, ya'ni mehmonxonamiz, mehmonxona. Joyimiz narxi ekranda turibdi, bemalol telefon orqali telefon olib qolamiz.